bu sudga berishdan boshladi. Boshli bir avlodni qaqshatyapti bu-ku. Yetimni boshini silabdi. Xo'p, yetimni boshini silagan ekan, o'zini farzandi nega yetim bo'lib yuribdi? O'zini bolasini yetim qilib Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar, siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugungi videorolikimiz udar videoroliklaridan bo'ladi. Albatta klass, kommentariya unutmanglar. Siz bilan Euro TV'da. Qani videoni ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aziz dadam, muxlislari. Dadam shuncha hurmat qiladigan insonlar ko'p ekan, boshimizga mana shu kunlar tushib bildim buni. Oldin ham bilardim, lekin bunchalar deb o'ylamagandim. Bugun men uchun eng qiyin kun deb bilaman hayotimdagi. Bu kunlarni o'ylamagandim. Bunchalikka boradi deb o'ylamagandim. Hayotimiz. Bir maqol bor-ku aytishadi, yomon bilan yotma, erta bilan aytma. Yomondan bo'yingni sotib ol deydi. Bizning oilamiz yomonga uchradi. Buni endi bu gapni sekingina aytib bo'lmaydigan gap bu. Bu yomon degan bu oilamiz dushmani deymizmi buni? Bu o'zi kelin degan nom bilan kirib keldi bu, lekin bu kelin degan nomga noloyiq. Chunki men ham bir oilaning keliniman. Lekin buni qilayotgan ishini hech qanaqasiga oqlab bo'lmaydi. Hech qanaqasiga. Chunki bu shu oilaga bismillah deb kelganidan bu sudga berishdan boshladi. Bu kelin degan nom bilan kirib keldi xolos bu oilamizga. O'zi aslida bu kelin emas bu. Buni nima deb atashga nom ham yo'q bu ayolni. Endi buni nomini o'zingizlar berasizlar kimligini. Buni qilayotgan ishlari bu oilaga mana qay darajada bu dushmanlik qilyapti. Bu bilmayman, bu har narsaga tayyor ayol bu. Endi ukamga kelsak, mana kecha oilaviy kanalimizda Oilaning darajasi degan programmada qanaqa peredachada meni ham chaqirishdi bu peredachaga, lekin men rozi bo'lmadim. Kamroq ko'rinay, o'zi bularni qilayotgan ishidan odam yer yorilmayapti, yerga tashlab olmayapmiz o'zimizni shu darajaga kelib turibmiz, lekin yer qattiq ekan, osmon uzoq ekan. Or nomusdan ham o'lay deyapmiz. Lekin bugun iloj qila olmay chiqib ketgan mana. Hurmatli azizlar, dadam muxlislari, men bir 10 kun desam, 2 hafta desam adashmayman, shunchagacha men telefonni qo'limga ola olmadim. Kommentariyalarni ham o'qiy olmadim. Chunki juda yomon ahvolda edim. Shokda edim men. O'zi kasal bo'lib qoldim. Undan keyin bu ishlar, lekin inson hamma narsaga chidab ko'nikib ketaverar ekan. Bu oilamizning dushmani ota-onamni qo'lga oldi. Shularning orqasida turib menga hujum qilyapti bugun. O'ylayaptiki, meni bo'sh deb o'ylayaptimi? Bilmayman, u men haqimda qanaqa fikrdaligini bilmayman. Bu hozir rol o'ynab gapiryapti bu inson.
asl basharasini bekitishga harakat qilyapti bu. Lekin u insonni mendan yaxshi biladigan odam yo'q. Chunki bu oilamizga kirib kelishi bilan o'sha peredachada mana aytishyaptiki, nega savol, mana nimaga shu paytgacha gaplashib ko'rmadingizmi? Opangiz bilan, qaynopangiz bilan deyishyapti. Lekin bitta savol berishmayaptiki, nimaga gaplashib ko'rmadingiz? Nima sabab bunga deyishmayapti. Buni bugun men aytaman sizlarga. Chunki bu inson, o'sha inson biladi, men u bilan gaplashmayman. U insonni men endi qanday qilib aytay sizlarga? Bu insonni kirgan, xohlasangiz o'chirib tashlang shu yerdan, men lekin bugun aytaman. Men u insonni kirgan hojatxonasiga kirishga or qilaman men. Agar sizlar tushuntira olgan bo'lsam, men u bor joyga bormayman. Undan qochaman, chunki yomondan bo'yingni sotib ol deyshadi. U har narsaga tayyor odam bu. O'shaning uchun dadamni ham bular rastoyaniyada turib, bilmayman, issiq sovuq qilishdimi, nima qilsa bular o'zligi bilan. Men bugun aytmayman, bir narsa qildi deb. Lekin men bugun mana xalqqa, o'sha dadamni muxlislariga murojaat qilib, o'shalar kuyinib turgan insonlar ham ko'p ekan. Turibni olib tashlaydi dinimizda. Bitta cho'p ozor bermaylar degan maqsadda aytilgan gaplar bular, lekin bu bugun nima qilyapti bu? Butun boshli bir avlodni qaqshatyapti bu-ku. Avlod qaqshayapti. Turkmanistondagi qarindoshlarimiz yig'layapti. Qo'shnilarim yig'layapti. Mana bitta qo'shnimnikiga chiqib, ular kechirasizlar. Ota-ona o'tib ketsa agar ta'ziya bildirib kelishadi. Lekin bular ta'ziya bildirib kelishga ham bular qanaqadir mendan bu qay ahvolda, bu juda yomon ahvolga tushdi degan bir nima bilan men tushunyapman. Qo'shnilarim kelisha olmayapti. Bir kun kelishdi bitta qo'shnim, lekin qo'y so'yishgan ekan. Shuni berib, mana qo'y so'yuvdik opajon deb berib qo'ydi, ko'zida mult yosh, yig'lab yuboray deyapti. Chunki meni yaxshi biladi-da ular. Hattoki o'sha nima deydi? Ta'ziya bildirishadi, lekin u nima deyishini ham bilmayapti-da. Men unga qarab yig'layapman, ular menga qarab mult ko'zida yosh, mayli keyin gaplashamiz deb ketdilar. Keyin yana bitta qo'shnim oldiga chiqib aytibdilar. Meni onam 6-sinf payti o'lib ketuvdi. Lekin mana siz ham ota-onangizga, men ham ota-onamga gavharaponchalik xizmat qilmaganmiz deb yig'lab yuboribdilar. Hozir juda ko'pchilikni yomon ahvolga solib qo'ydi bu Nargiza degan inson. Bu inson deyishga noloyiq bunga. Uni kim deb atashga til ojiz buni. Endi yana mana Lola opamiz o'sha peredachida aytdilar. Munchalar nafrat sizda ukangizga, munchalar nafrat degan bir gapni aytib o'tdilar. Men aytaman, men ukamdan nafratlanmayman. Bir kuni mana shu uyimga ukam kirib kelib, men kuz paytlari edi, men banka yopib turuvdim. Adamni oldilariga mana shu uyga kirib, eshiklarni yopib olib qarasam, notatsiya o'qiyapti dadamga. Eshikni yopib olibdi. Haq bo'lsa eshik ochiq tursin. Men kirib chiqib yuribman. Nima deyotganimni eshitmasin opam deb eshiklarni yopib olib kirib olibdi mana shu uyga. Bir payt jahlim chiqib ketib kirdim. Ukajon dedim, nima deb o'tiribsan? Dadamga nima deyapsan sen? Nima haqqing bor otaga mamlaqa qilib gapirishga dedim. Sal toningni pasaytirib gapir, yoningda ota o'tiribdi dedim. To'g'ri to'g'ri gapimga chida olmay 10 minutga bormadi chiqib ketdi mana shu yerdan. O'sha payt aytganman, ukajon, sen meni jigarimsan dedim. Bu dunyoda ham jigarimsan. O'lib ketganimizdan keyin u yoqda ham dedim,
jigarim deb bir-birimizdan so'kam o'zi sababchi bo'ldi deb bilaman shu ayolga uchraganiga. Chunki undan oldin ham ikkita ayolga uylandi, yasholmadi. Birinchisi bilan ham, ikkinchisi bilan ham biz hech ham aralashgan emasmiz. O'zi yasholmadi. Lekin bundoq mana oldida mana nimalar bor ekan, kim bilibdi deysizlar. Agar nima qilib bo'lsa ham shular bilan yashatishimiz kerak ekanmi deyman. Har xil o'y fikrga boraman. Ikkalasi ham yomon emas edi, yashasa bo'lardi. Lekin yashamadi shu. U dedi, bu dedi, biz endi ularning orasida nima o'tdi biz bilmaymiz. Chunki men 98-yilda to'g'ri bor edim, lekin 2 qat pastda yurardim, ular tepada, ularning orasidan nima gap o'tgan, u yengi tushgan kelin deb men hech ham aralashmaganman. Ikkinchisida endi men chiqib ketdim, 2004-mi, 2005-yilmidi. Men o'sha alohida yashardim. Faqat o'sha 1-2 ushkanlarida opam chaqirgan, "Kel qizim", deb xo'jayin bilan yugurib borganmiz. Doim bu oilada bir narsa bo'lsa, biza er-xotin shaydik. Biza tinch payt bo'lmagan. Mana shu Shamsiddinning dastidan keyin mana Nargiza kirib kelgandan keyin vobshe alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi hayotimiz. Endi mayli. Lekin bu 14 yil mobaynida o'zini qanaqaligini juda yaxshi bildirdi bizlarga. Chunki bu kelgan kunidan boshlab bu sudga berish bilan boshladi ishini. Chunki biza buni ukam uydan ketib qolganida o'sha dadam, onam, u payti Salohiddin akam, ikkinchi akam ham shu yerda edilar, Toshkentda edilar. O'sha akam borib buni qaytarmoqchi bo'lib o'sha Do'mrobodda kvartirada yashaganlarida, borishganlarida yoz bo'lgan, endi onam o'tqotlari yo'q, og'izlari quriydi, suv ko'tarib yuradilar. O'sha baklashkadagi suvni nimadir degan, nimadir bo'lgan, men ularning oldida bo'lmaganman. Shu narsani bilamanki, onam jahllarini chiqarib bir narsa degan, onam chidomiy o'sha baklashkani otib yuborganlarida bu bolam tushdi deb onam ustidan yozib olgan. Bu birinchisi boshlanishi bo'lgan. Endi bunaqasidan ko'p bo'lgan. Men endi uni sonini bilmayman. Onam 42 marta deyapti. Lekin juda ko'p bo'lgan haqiqatda. Hattoki meni ham xo'jayinim bilan yozib bergan, qamatmoqchi bo'lib dadamni o'sha bir yil avariya bo'lganlarida dadamni olib ketaman deb kelyapti Shamsiddin. Darrov onam menga telefon qildilar, tez yetib kelinglar, bu kelyapti, dadangni olib ketyapti. Ular dadang bilan nima ish qiladi biz bilmaymiz. Tez kelib o'sha payti borib nima qilganimizda dadamni meni faqat o'ldirib olib ketasan, hech qayerga olib ketmaysan deb nima qilganimda shunaqa bir janjallar bo'ldiki, uni endi gapirib o'tirsa gap ko'p. Bu ko'chada uchragan ayol bu deb gapirib berganimda shunda barakat topsin o'sha sudya odam chiqib keting zaldan, zalni bo'shatib qo'ying deb gapirdilar. Chiqib ketdi bu Nargizaxon. Keyin ukamga shunday bir gaplar aytdilarki, ota-onangiz hattoki qo'lingizni mabetidan chopib tashlasa ham ota-onangiz hech qachon yozib bermang. Hech qachon bu ishni qilmang. Agar ketdiydi, meni haydaydi desa, haydasa yo'qolib keting siz. Yo, dadam chaqiradi deganlarida onangizdan so'rang. Onangiz kel desa keling, bo'lmasa yo'qolib keting deb mana shu gaplarni hech esimdan chiqmaydi. Shu sudya yaxshi inson ekanlar, bu gal dedilar, adangizlarning hurmati, men bu devonni yopib yuboraman, keyingi gal o'zim sizga chora ko'raman. Shundoq otani o'g'li sizga uyatmasmi deb shundoq bir yaxshi gaplarni gapirib chiqarib yubordilar. Shundoq qilib mana yana bu yoqda yetimni boshini silagan degan gap bo'lyapti o'sha yerda. Ukangiz katta ish qilibdi, yetimni boshini silabdi. Xo'p, yetimni boshini silagan ekan, o'zini farzandi nega yetim bo'lib yuribdi? O'zini bolasini yetim qilib, xo'p bir joyda
ishlabdimi bu? Bir joyda bir so'm pul topibdimi bu? Bu o'sha yetimlarni otani puliga boqadimi bu? O'sha ayolni 3 ta farzandi, xo'p, ana 3-chisi o'zidan bo'lgan ekan. 4 ta odam 80 yoshiga kirgan otani pensiyasigacha olib boqayapti bu. Bu zo'r ish qilyaptimi, Lola opa? Menga kerak emas uy. Yana qaysi tilda aytay uy kerak emas deb javrayapman. Yig'layapman mana insonlar, bandalar yig'ladimi? Meni yig'laganimga ishonmay o'sha eng pastkash, men uni konchimni odam deyman uni. U odam emas u. Odam emas desam ham to'g'ri bo'lmaydi, chunki Alloh hammamizni yaratgan. Hammamiz inson bo'lib keldik bu dunyoga. Lekin inson deyishga noloyiq u inson. Til ojiz deyapman-ku, buni qayta aytishdan charchamayman men, lekin unga rahminglar keldi sizlar mutaxassislar. Sizlar mutaxassis ekansizlar, lekin men o'ylanib qoldim bu gapinglardan keyin. Men kimman bo'lmasa uyda o'tirgan, ishlamagan, soyada qolib ketgan deyishyapsizlar. Men kimman? Men yaxshiroq bilyapman-ku sizlardan ko'ra. Men ham mana shu yerda mahallamda 2 ta oilani yarashtirib qo'yganman. 2 ta oilani o'rtasiga tushganman. Lekin sizlar o'rtoq mutaxassislar nima qilyapsizlar? O'sha kuni aytdim men, sizlar bu yerda buzg'unchilik qilyapsizlarmi deb. Bu bilmayman endi. Bir insonni bila turibsizlar, bildinglar, bilmadinglar deb ayta olmayman men. Sizlar meni kimligimni bildinglar, Nargizani ham kimligini bildinglar. Lekin nimagadir men bir ojizani ustimdan kulganday qilib o'tiribsizlar meni gapimdan keyin. Uyda o'tiribdi, psixolog kerak. Soyada qolib ketgan. Men o'zim soyada qolib ketgan deb bilmayman. Men Xudoga shukr, mayli, men o'zim bu gaplarni men bilmaganman. Men o'zimga o'zim hech qachon baho bermaganman. Men telefon qilib dadam menikida o'tirganda ko'pchilik menga telefon qilib aytishgan, siz o'g'illar qilmagan ishni qilyapsiz. Rahmat sizga degan ko'p rahmatlarni eshitganman men. Men buni birovlar menga aytgandan keyin men uni bugun eslab, bugun aytyapman. Men birovni maqtovga uchadigan, birovni gapiga uchadigan inson emasman men. Sizga kimdir gap o'rgatyapti deyapsizlar. Nimaga bugun Saparova aka meni yonimda? Nimaga bugun Olim aka meni oldimda? Nimaga mana Ra'noxon bugun meni oldimda? Bugun juda ko'pchilik. Ular kimdir kela olmayapti, kimnidir ishi bor, kimdir ko'rinmaydir ekan, insonlar har xil bo'lar ekan. Nega bular meni oldimda? Nega bular bugun men bilan? Chunki bular bilan ham fikrimiz bizlar. Fikrimiz bir joydan chiqadi. Ularni kimligini bilishadi bular. Bular meni fikrimni hech qachon o'zgartira olmaydi. Chunki o'zlari shu fikrda bo'lgandan keyin bular kelishyapti bu yerga. O'rtoq psixolog. Meni bunaqa qilib yerga urmaylar. Meni bo'sh ojiza deb o'yladinglarmi sizlar? Nargizaxon meni bo'sh ojiza deb o'ylayapsizmi siz? Meni orqamda Alloh bor. Men bugun Saparova akaga tayanib, yo mana Ra'noxonga tayanib, insonlarga tayanib turganim yo'q. Bular faqatgina dalda bo'lib turishdi menga. O'sha kundan beri bular meni uyimda. Bir kun kela olmasa, ikkinchi kun kelishyapti. Menga dalda bo'lib turishdi. Bular chunki bular yaxshi insondir bular. Bular do'st kim, yaxshi kim, yomon kim bilishyapti bular. Nimaga sizlarning oldinglarda hech kim yo'q? Chunki etga Nargizaxon degan konchimni odam borgandan keyin etga hech kim borgisi kelmayapti. Qanday qilib mana hozir chiqarib olishi bilmayapmiz ota-onamni. Na kuylarga solyapti bu, nima deb miyalarini zaharlayapti bu.